Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam Kanadaning Ontario shahrida sodir bo'lgan. Pan oilasi Vyetnam mamlakatidan ko'chib kelgan migrantlar edilar. Ular mashina yig'uvchi zavodda ishlar, 2 nafar farzandning ota-onasi edilar. 20 yil davomida ularning orzusi uylik bo'lish edi va ular bu orzusini amalga oshirganlaridan juda ham baxtiyor edilar. Bundan tashqari, ularning orzusi farzandlarini o'qitib, hayotda ular kabi oddiy ishchi emas, balki o'z o'rnini topib, muhim kasblarning ustasi qilish edi. Qizlari Jennifer Pan 1986-yilda tug'ilgan. 2 yil o'tib, Felix Pan ismli o'g'illari dunyoga keldi. Jennifer otasining umidi, uning barcha yashirin istaklarini amalga oshirish vositasi edi. 12 yoshida Panlar oilasida Jenniferning sovrinlaridan bo'sh joy yo'q edi. U hamma narsada zo'r edi. Maktabdagi akademik o'qishidan tashqari, u pianino va figurali uchish to'garaklariga qatnashardi. Bu oila oddiy migrantlardan ko'plab yutuqlarga erishgan, to'la-to'kis oilalardan biri edi. Bu oilaga hamma havas qilsa arzigulik sharoitlar bor edi. Biroq 2010-yil 8-noyabr kuni bu oilada unutilmas fojia ro'y berdi. 2010-yil 8-noyabr kuni kechlikda Panlar oilasiga o'g'rilar hujum uyushtirishdi. Ular 3 kishidan iborat bo'lib, uyga kirganlarida u yerda Jennifer onasi Bix va otasi Xanlar bor edi. 18 daqiqa o'tib, uchala o'g'ri ham uyni tark etdi. Va shu zahotiyoq Jennifer 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qildi. What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what gunshot sounds like. I just heard a pop. Shu zahotiyoq Panlar uyiga politsiya yuborildi. Biroq ular kelganda o'g'rilar qochishga ulgurishgandi. Ikkinchi qavatda politsiya Jenniferni topdi. Uning qo'llari bog'langan, o'zi esa zinaning panjarasiga ip bilan qattiq biriktirilgan edi. Jennifer politsiyaga o'z versiyasini aytib berdi. U o'z xonasida telefonda gapirib o'tirganda, yuzi o'ralgan o'g'ri kirib unga qurol bilan do'q-po'pisa qilib, pullar qayerda yashirilgan deb so'ragan. Ular xonalarga kirib, hamma joyni pul topish maqsadida titkilay boshlagan. Jennifer ular 3 kishi ekanligini va ular qora tanlilar ekanini ko'rgan. Oqibatda ular atigi $2,500 topishgan. So'ngra Jenniferni zinaning panjaralariga bog'lab, ota-onasini yerto'laga olib kirib o'ldirishganini aytdi. Biroq telefonda eshitilgan qichqiriq otasi edi. Politsiya darhol tez yordam chaqirdi. Jenniferning otasini og'ir yaralangan holda jonlantirish bo'limiga olib ketishdi. Ming afsuslar bo'lsinki, Jenniferning onasi jon taslim qilgan edi. Jenniferning otasi komaga tushganligi sababli yagona guvoh Jennifer edi. U aytib bergan voqea oddiy o'g'rilikday ko'rinsa-da, politsiya yaxshilab ishni o'rganib chiqqanidan so'ng ko'p joylari to'g'ri kelmaydigan faktlar chiqa boshladi. Agar o'g'rilar 2 odamni uylamay o'ldirishgan bo'lsa, Jenniferni nimaga sog' qoldirishgan? Va yana Jennifer bog'liq holda qanday qilib o'zini iplardan bunday qisqa vaqt ichida xalos qilganida edi? Shuning uchun politsiya xodimlari uni takror so'rovga tutishdi va undan qanday qilib 911 liniyasiga telefon qilganini ko'rsatishni so'rashdi. Jennifer ishonchsizlik bilan qanday telefon qilganini ko'rsatdi. So'rovdan so'ng politsiya Jenniferga ishongan bo'lsa-da, eng ajablanarli holat onasining dafn marosimida kuzatildi. Shunaqa fojiani boshidan kechirgan Jennifer onasining dafn marosimida bir dona ham ko'z yoshi to'kmadi. 2010-yil 12-noyabr kuni fojiadan 3 kun o'tib, Jenniferning otasi komadan chiqdi va butunlay boshqa voqeani aytib, hammani hayratga soldi. O'g'rilar uyiga bostirib kirishganda, otasi ular Jenniferni bog'lamaganini, aksincha, Jennifer ular bilan do'stona gaplashib, hatto yerto'la eshigini o'zi ko'rsatganini aytdi. Politsiya bu gaplardan lol qolishdi va darhol Jenniferni takror so'rovga chaqirishdi. So'rovda Jennifer hammasini aytib berdi. Aslida voqea ancha yillar ilgari boshlanganini, uning otasi unga qattiqqo'l bo'lganini, unga do'st va dugonalar qilishga ruxsat bermaganini aytib berdi. Jennifer ertalab 7 dan 10 kechasigacha mashg'ulotlarini qilib uyiga qaytgan
va undan so'ng 1-2 kechasigacha dars qilgan. Otasi uni biron yutuqlari uchun maqtamas, aksincha, u bundanda yaxshiroq o'qishi kerakligini uqtirgan. O'rta maktabda Jenniferning faolligi pasayishni boshlagach, otasidan qo'rqib kundalik baholarini yaxshidan a'loga o'zgartirgan. Otasi xohlagan universitetdan yiqilganida esa soxta hujjat sotib olib, o'qishga kirdim deb ota-onasini aldab yurgan. Bu vaqt ichida esa u Daniel Wong degan yigit bilan tanishib, uning uyida yashay boshlagan va kafeda ofitsiant bo'lib ishlab yurgan. Biroq otasi Jenniferning katta yolg'onini fosh qilgan va 22 yoshli qizini telefon va kompyuterini olib qo'yib uyga qamab qo'ygan va unga qaytib tayyorlanib universitetga kirmagunicha unga erkinlik yo'qligini aytgan. Jennifer taqiqlarga qaramay Daniel bilan muloqot qilish yo'lini topadi. Ular Jenniferning ota-onasini o'ldirishga qaror qilishadi va Daniel Jenniferni Crawford ismli odam bilan tanishtiradi. Crawford $10,000 evaziga Jenniferning ota-onasini o'ldirishga rozi bo'ladi. Oqibatda Jenniferning otasi 3 kundan so'ng komadan chiqib, qiziga qarshi guvohlik beradi. 2015-yil Jennifer Pan 1-darajali qotillikda aybdor deb topilib, 2 umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Jenniferning otasi Han sud orqali Jennifer oilasi bilan muloqot qilmasligi uchun umrbod taqiqni qo'ydirdi. Xanning qiziga qarab aytgan so'nggi gaplari sud yakunida jarangladi. Men xotinimni yo'qotgan kuni qizimdan ham ajralganman. Ko'pchilik menga tirik qolganingga shukr qil deyishadi. Biroq men ham o'sha tunda o'lganman.